Boy tarix, betakror tabiat va muqaddas qadamjolar Jizzax vohasining bebaho boyliklaridan sanaladi. Viloyatda ro'yxatga olingan 300 dan ortiq madaniy meros obyekti orasida tarixiy obidalar va ziyoratgohlar alohida o'rin tutadi. Ana shunday muqaddas maskanlardan biri Baxmal tumanidagi Novqa ota ziyoratgohidir. Ushbu maskan ko'plab sayyoh va ziyoratchilar tashrif buyuradigan ma'naviy hudud sifatida e'tiborga loyiq. Ziyoratgohning bugungi holati va ahamiyati haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Novqa ota ziyoratgohi Baxmal tumanining tog'li hududida, viloyat markazidan qariyb 70 kilometr uzoqlikda joylashgan. 2 gektarlik maydonni egallagan ushbu maskanda taxminan 1010-yilda vafot etgani aytiladigan Novqa otaning tarixiy qabri, Beshpanja bulog'i hamda sayyohlar uchun mo'ljallangan ochiq maydonlar mavjud. Qishlog'imiz tamil toshini qo'ygan inson mana shu kishi bo'lar. Shuning uchun qishloqning nomi ham shu kishining nomiga qo'yilgan Novqa deb. Bu kishi hayoti davomida tabobat bilan shug'ullanar ekan, hadisshunos olim bo'lar ekan. O'limlardan oldin yetuk olim avliyo kishi ekan, mana shu yerda dafn qilingan. Samarqandlik usta Mahmud bilan usta Qo'shnizor boshchiligida qurilgan masjid 1906-yil qurib boshlanib, 1909-yil qurib bitkazilgan. Ziyoratgoh Baxmal tumanining tabiat go'zalliklari bilan o'rab olingan bo'lib, bu joyda tinchlik va sokinlikni his qilish mumkin. Manzilga mahalliy ziyoratchilardan tashqari xorijlik sayyohlar ham keladi. Bizlar Xorazmga qo'shni turadigan Qoraqalpoqning Elliqqal'a degan yerini ovsinlarimiz, qaynsingillarimiz bilan keldik. Ko'rmagan joylarimizni ko'ryapmiz. Xudoning bizga yaratgan ne'matlaridan bahramand bo'ldik. Zilol suvlardan, tabiatdan bahramand bo'ldik. Novqa otaning tarixi bilan tanishdik. Afsonalarda keltirilgan Beshpanja bulog'idamiz. Buloqning o'ziga xos xususiyatidan biri shuki, toshlar orasidan sizib chiqadigan 5 ta buloq suvlarining harorati turlicha. Ikkitasiniki sovuq bo'lsa, qolganlari iliq haroratda bo'ladi. Ziyoratgoh Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 2019-yilda madaniy meros obyekti sifatida ro'yxatga olingan. Ayni vaqtda qabrlarni haqiqiy egalarini ilmiy o'rganish bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Madina Ahmedova va Xobjon Abdug'aniyev Hudud informatsion dasturi uchun.